Kun xabarlari bilan qisqacha. Obuna bo'ling, layk bosishni unutmang. 7-aprel kuni Surxondaryo viloyatining Denov tumanidagi gaz quyish shoxobchalaridan birida portlash sodir bo'ldi. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Joriy yilning 31-mart kuni Turkiyaning Istanbul shahrida Qozog'iston fuqarosi otib o'ldirildi. Bu haqda Orda xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, hodisa soat taxminan 16:30 da shaharning Fotih tumanidagi Zaynab Komil ko'chasida sodir bo'lgan. Noma'lum shaxs erkakka yaqinlashib, uning boshiga o'q uzgan va voqea joyidan qochib ketgan. Jabrlanuvchi esa voqea joyida halok bo'lgan. Hodisa kuzatuv kameralariga ham tushib qolgan. Eron Quvaytdagi AQSh bazasiga hujum oldi. 15 amerikalik harbiy yaralandi. Manbalardan birining aytishicha, jabrlanganlarning aksariyati allaqachon o'z xizmat vazifalariga qaytgan. Madaniyat vazirligi san'atkorlarni soliqqa tortishda yengillik so'radi.